Jonim, yugurishga chiqamiz, davay. Dur, sen hozir yugurishga chiqish kerak-ku, dur. Erim o'zini dam olish kunida hammani podдержка qilish uchun barvaqt turibdilar. 3 kundan beri rejimimni to'g'irlash bilan ovoraman. Oilaviy gribimni qilib olamiz. Men umuman nastroyeniyam yo'q edi. To'yib, uxlamasam shunaqa bo'ladi, lekin rejim bu rejim. Oilamizni qiroliga ovqat berib, tapchikalarimizni kiyib ko'chaga chiqib ketdik. Davolni basharalar bilan sportmen bo'lib olib, turniklarga osildik. Ko'rdinglarmi, bitta tortilib bildim. Podъем переворотlar qilib, rastchashkalar bilan kolisolarga nechchi berasizlar? Uyga kelsak, Bobur aka bugun men chef powerman dedilar. Shunda o'zimni pom power deb e'lon qildim. Ana bolaga yordam berib yurdimda. Voy, sochni sirniklarni vitamin tarelkaga terib olib, lakalak shtunlar qilib menga o'ynab berib, podachaga 10 dan 10 baho berdi. Futbolni ko'rib olib, tez kiyinib olib, jentelmenskiy qiliqlarga e'tibor berib, uxlab oldik. Havo zo'r bo'lganida mazza qilib peshkom yurib, romantik прогулка qilayotgan paytimiz to'ydan oldin kelgan restoranimizga ko'zimiz tushdi. O'sha paytdan bugunga o'xshab achchiqgina mastava yegandik. Qarasam, Bobur aka yuragi katta inson bo'lgani uchun butun nonni maydalab o'rdaklarga berib yubordi. Выходной paytda mana bolani syomkaga chaqirib qolishdi. Keyin men ham vaqtni boy bermasdan g'iybat taymga Nurjan Tatyani chaqirdim. Kechga oyijon bilan mebel tanlashga borishimiz kerak edi. Ishonasizlarmi, uylarni mebel bilan to'ldirayotgan odamlarga rosa rahmim keldi. Narxlarni ko'rdinglarmi? Mebelni вообще-ku bu. Bizning maqsadimiz divan olish edi. Shu uchun do'kondagi hamma divanlarga o'tirib chiqdik. Orada Bobur aka kelib, yana 2 soat aylanib, zo'rg'a bittasini tanladik-ku. Mayli, dokumentlarni to'ldirib, uyimizga tarqadik. Chapicha sakrab, gipnoz qilib odamga atboy berib yubordi.